Alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun mana sensatsiya haqiqatda hamki birinchi marta bo'lyapti tarixda. Mana eng katta kuyov bolam. To'yingizda kelaman o'zim, ha? Uylanganingizda o'zim olib beraman, ha? Xudo xolasa, yaxshi niyat aka. Bugun mana ukamiz qo'rqmasin deb oldingizga olib oldik. Bitta o'zim olib yurmaydi, aka. Do'stingiz endi bir haqiqatda nima deydi, yangilik intiladigan bola ekan, ha? O'zi qassob, ha? O'zi qassob. Yangilik intiladigan bola ekan. Men hayron bo'ldim, to'g'risi aka. Chaqirganda kuyov bola chiqarmikin? Yo'q, kuyov bola Malibuda yuribdi, Malibu 2 da yuribdi. Men hozir orqada yuribman, ishonasizlarmi? Rolls-Royce'da. Rolls-Royce egasi mana orqada Mana, bosh kuyov bola. Hammaga salom deb bering. Hammaga salom. Bog'chadagilarga ham salom, ha? Mana polvon bola. Otingiz nima edi? Hayatullo mana. Xudo xolasa uylanganingizda to'yingizda o'zim xizmat qilaman kel, ha? Xudo xolasa. Men tug'ilgan kuni, mana tug'ilgan kunlariga sovg'a qilib, Xudo xolasa ham shu kunda do'stlarning to'yi bo'lyapti ekan, do'stlarning to'yi bo'lyapti. O'g'limni olib berasiz, kelin-kuyovni olib bermaysiz. O'g'lim uchun deb mana shunaqa otalar ko'paysin. Men ham o'g'il boqyapman, men akaga havas qildim, to'g'risi, aka. Bitta o'ziga mashina chaqirdi, malades. Qo'yil, hammaga ham bas, aka. Hammaga ham bas. Duxuga emas deydi-yu. Zakisdagilar nima deyapti? Aralashmanglar deb to'g'riga deyapti. Kelin-kuyovni mashinasidan yuqori ketib qoldi aka deb to'g'risi xafa bo'lishyapti. Endi biz nima, klient prab nima desa shuni qilib beramiz. Hech kimga ko'lini ortmaslikka harakat qilamiz. Orqada yursa orqadan yurib ko'ramiz Rolls-Royce'da. Hamma borgan joyga biz ham boramiz. Sog' bo'lasizlar. Endi qanaqa do'stlaringiz bu bola? Hozir sinfdosh o'rtog'i. Qo'y, lekin yangilik, meni hali hissiyotlarim o'ziga kelgani yo'q. Davom etaveraylikchi, nima bo'lar ekan ko'ramiz. Joylashma o'zing qo'shsin.